siz hozir mana o'sishga yordam bera olasizda, chunki men ham endi tanishganimizda men proyekt qilyotgandim, o'sha mobilniy приложение. Sizdan so'raganmanda, siz menga call centerga qanaqa sistema qo'yishni aytgan edingizda, yaxshi yordam bergan. Shu savol, mana o'sish, kompaniya uchun o'sish qanaqadir qoidalari bormi? Endi qoidalari bormi bilmayman. Men o'ylayman, kompaniya o'sish uchun odam o'sha kompaniyani boshlig'i o'zi ichki dunyosida o'sadigan bo'lsa, kompaniyani o'shanda o'sish mumkin. Oddiy asosiy qoidasi shu. Agar men masalan kompaniyani o'stirmoqchi bo'lsam yoki mandan ko'p ko'rgan biznesmenlar bilan gaplashib, ulardan maslahat olib, men bormoqchi bo'lgan joyga ular agar bor bo'lgan bo'lsa, eng tezi shu, eng qisqa yo'li. Yoki biz o'tgan yo'l, men masalan ko'pincha u paytda hali hech kimni tanimasdik, endi o'sayotganimizda mani o'qituvchim internet bo'lgan. Internetdan yo kitob, yo internet. Bu yo'l orqali agar o'smoqchi bo'lsa, sal sekinroq bo'lishi mumkin, lekin menga yordam bergan 100% o'sishga. Keyingi savolim, hammamiz bilamiz, biznes bu risk. Agar neudachali bo'lsa, qanaqa qilib bu etapni o'tish mumkin? Da, o'tish mumkin. Endi neudachalar ko'pincha bo'lib turadi. Neudacha degani bu просто men o'ylayman, bu tekshiruv. Biz qanaqadir ma'lum bir darajaga yetganimizda biz chunki baribir hamma narsani bilmaymiz. Biz uchun men o'ylayman, bu tepadan bizga sinov beriladi. Masalan, keyingi pog'onaga o'tish uchun mashindan o'tish kerak. Qiyinchiliklar ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, ko'pincha o'tish uchun yangi narsani o'rganish kerak. O'zi odam o'zgarish uchun. O'zgarsa, yangi narsani, oldin qilmagan xatti-harakatlarini yangi o'rganib qilishni boshlagandan keyin o'sha paytda tushgan muammolarni yechib keyingi pog'onaga o'tish mumkin. Men bilmayman, to'g'ri tushuntirirdimmi yo'qmi? Asosiy maqsad bu neudacha, masalan, keldi neudacha. Men oldingi qilgan harakatlarim hozir bu mashletga kelgan ishlamayapti degani. Chunki agar ishlasa, men bundan o'tib ketardim sakrab o'tolmayapman, значит, yangi harakatni o'rganishim kerak. Shu yangi harakatni yo'lga qo'yib kirgizishim kerak. Agar o'sha yangi harakat o'tib ketsam, значит, shu yangi harakatlarim yordam berdi. Agar o'ta olmasam, shu qidiraman. Faqat qaysi yangi harakatlarimni o'zgartirishim kerak, eski harakatlarimni yangi pog'onaga o'tish uchun. Siz ko'p odamlar bilan gaplashasiz. Siz qaynanamlar, Barno opa. Ko'p odamlar bilan gaplashasizlar. Ko'p xodimlaringlar bor, ko'p hamkoringlar bor, partnyoringlar. Shu yangi xodim yoki yangi partnyor hamkor bo'layotganda qanaqa taraflariga qaraysizlar? Qaysi taraflari sizlar uchun muhim? Men hozir internetdan so'zni qidirdim. O'rishchasiga порядочность deyiladi. Birinchi o'rinda odam порядочный bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda уже energiyasi bo'lishi kerak. Uchinchi o'rinda agar naviklar menga masalan qaysi bilimlari o'sha qaysi ishga o'tgan bo'lsam, o'sha bilimlari ham bo'lishi kerak. Agar masalan bilimi yo'q bo'lsa, biz o'zimiz o'rgatamiz. Смотря qaysi qatga o'tganimizga qarab. Qaysi pozitsiyaga o'tganimizga qarab. Asosiysi birinchisi порядочность. Ishonishimiz kerak. Agar ishonadigan bo'lsa, o'sha odamga ishonchni oqlasa, u odam biz bilan o'sadi. Tasavvur qilinglar, hozir sizlarni bizneslaringiz yo'q. Ishchilaringiz yo'q. Tanishinglar yo'q. Faqat $1000 bor. Qanaqa qilib noldan biznes boshlayardinglar? Hozirgi kunda. Menda ikkita varianti bor edi degan bu javobga. Birinchi variant menda ishlab turgan varianti. Bu mana biz Moskvaga 2000-yilda borganimizda bizdan bitta tanishimiz bor edi. Telefon qilib borib, lekin u biznesmen emas edi, o'qituvchi edi. O'sha birinchi variant partizanskiy marketing qilib, qaqqadir ishga kirib, o'sha ishni ko'rib,
ishlamoqchi bo'lgan joyga ichidan o'rganib keyin ishni boshlardim pulim ketmaslik uchun. Hozir yangi variant chiqdi. $20 ketkazardim-da, ChatGPT dan so'rardim. Men shuncha pulim bor, qaysi ishga nima qilib borib prompt yozardim-da, birinchi bo'lib o'shandan maslahat so'rardim. Men o'ylayman hozirgi zamonda menga tezroq yordam beradi.